Aka, men ham syomka qilish qo'limdan keladi-da, xafa bo'lmang meni. Bemalol. Kulgili holat bo'lmayapti-da. Men bular provokatsiya qilyaptilar. Kelishdik, telefonda aytdim sizga. Adekvatni gaplashsak, любой savolingizga javob beraman dedim. Men kamerani o'zi uncha kamera ko'tarmayman-da. Hozir kelishgandan keyin ham yana syomka. Savollarimiz odamlarni qiynagan savol, aniqlik kiritamiz. Qarasha, nima muammo sizda? Nega jonli efirda gaplasha olmaysiz? Yo'q, gaplashamiz. Bo'ldi 21-da, 8da, 20 mana kelishdik a. Hujjatlarni ber. Mana hujjat so'radingiz, yana qarang. Bitta mana shu blokingiz bo'yicha bitta hujjat ko'rsating. Hammasi bo'yicha ko'rsam. Va ismingiz kim edi? Sardor. Sardor akam so'radilar hujjat. Ber hujjatlarni. Mana kamera qarshisida beraman, чтобы yana menga hujjat bermadi deb aniq qilmang. Mana hujjat aka. Berdim men hujjat. Qabul qilib oling. Kuchayib ketdi sizda, aka. Endi siz ham hozir gaplashgandan keyin yana provokatsiya qilyapsiz. Bo'ldi, 21-kun aka nima savolingiz bo'lsa o'rganing. 21-dekabr kuni jonli efirda. Sizga aka? Kopiyasi. Demak, bo'ldi aka. Jonli efirda любой savolingizga javob beraman aka. Kelishdikmi? Kamera oldida. Bo'ldi, o'chiringlar. Assalomu alaykum barchaga. Bugungi bo'lib o'tgan holat bo'yicha izoh bermoqchiman. Jahongir To'laganov jamoasi Sergelisitsiya loyihasiga tashrif buyurdi kameralar bilan. Ular tomonidan qo'yilgan bir nechta savollarga javob berdim va suhbat davom etishiga qarshi ekanligimni aytdim, chunki oxirgi bo'lib o'tgan voqealardan keyin menda aynan jurnalistlarga nisbatan ishonch biroz kamaygan va ular olgan, yozib olgan video lavha qay tarzda montaj qilinishi va qay tarzda tomoshabinlarga taqdim qilinishi menga qorong'u edi. Shu sababli men ularga barcha savollarga javob berishim mumkinligini, lekin faqatgina jonli efirda javob berishim mumkinligini aytdim. Ular bunga rozi bo'lishdi. O'ylashimcha, agar bu jurnalist akamiz xolis, haqiqatan ham insofli jurnalist bo'lsalar, jonli efirda qatnashadilar va o'zlari uchun barcha qiziqtirgan savollarga javob oladi. Tomoshabinlar ham jonli efirda, jonli tarzda ma'lumotlarni o'rganib, tahlil qilib, nima deydi, holatga adekvat baho bera olishadi va jonli efir aynan bu narsa uchun imkoniyat yaratadi. Va bundan tashqari jonli efir kesilmaydi, jonli efir montaj qilinmaydi va jonli efirda savollar yo'llash imkoniyati bo'ladi. Biz ochiqmiz, shunchaki bizni eshitishmayapti. Menimcha eshitadigan odam topildi, chunki bu insonni men juda ham hurmat qilaman va o'ylaymanki oxirigacha men shu insonga bo'lgan hurmatim saqlanib qoladi. 21-dekabr 20:00da Jahongir aka, men sizni kutaman. Albatta keling. Kelmasangiz, demak sizni noxolis jurnalist deb ataymiz. Sog' bo'linglar.